Mana navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Ustanofga ketyapmiz. Ketgandan keyin qo'yamiz. Tayyor bo'lgan holatda. Assalomu alaykum hurmatli klientlar. Mana navbatdagi Fayzli xonadonimizga teraskasini bitirib berdik. Aynaklari qoldi. Ertaga xohlasa aynalarni ham qo'yib beramiz. Bu tarafi keyinroq bo'ladi. Materiali beslanmagan. Taylar arkafon. Patagonilari bo'lgan, aynaklari qora bo'ladi. Ikkita ochilish qilganmiz. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.